Assalomu alaykum. Bugun 27-avgust. Siz 27-avgust, ya'ni yozni oxirida tuti pishib turganini ko'rganmisiz? Bu mana bu yilgi payvand Vyetnam tuti deb kelgan menga. Buni xususiyati o'sha uzoq vaqt, ya'ni doimiy meva berib turadi. Remontant deb kelganida mana. Mevalar unaqa oshiqcha yirik emas, lekin mazasi shirin va o'sha aytilganidek to'xtovsiz yangi mevalar beraverar ekan. Bu o'sha bahorda qilingan payvand shunchalik meva berib turibdi. Mana shuncha yana pishmagan nimalari bor, mevalari bor, pishganlari bor. Xullas, agar havo sovimasa bu to'xtamay meva beraverar ekan. Endi bizni qishimizga qanchalik chidaydi bilmayman. Bu yil ko'ramiz. Mana mevalari. Pishgan mevalar. Vyetnam tuti. Mana bu yilgi payvand to'rtta novdani payvand qilingandi, shunchalik o'sib ketdi.